nimaga shunchalik ko'p urg'uni patentga qaratyapsiz? Yo'q, bu yerda ideyani o'zi birinchi bo'lib o'zingiz ko'rsatishingiz kerak. Buni biz qilyapmiz deb. Chunki ideya ba'zida hali nima deydi, endi IT masalan boshqa anavlarda faraz qiling, endi bilmadim, balki bordir shunaqangi IT yo'nalishlar aynan mahsulot MVP chiqarmasdan oldin shunchaki qanaqadir treyler yoki reliz qilib qo'yadi-da, teaser, mana shunaqa sizlarga yordam beradi deb, odamlar jalb qilib уже nima deydi, crowdfunding bo'lsa, game devda bunaqangi narsalar juda ham ko'p. Ya'ni avval treyler chiqarib, teaser chiqarib, avval tekshirib ko'rishadi-da, qanchalik yaxshi aynan ideyali. Undan keyin уже o'tishadi. Bizda aytganimdek juda ham ko'p shunaqangi anavlar bo'lgan. Ideyani gaplashgan paytimizda kimdir уже chiqarib qo'ygan. Auditoriyani yig'ib qo'ygan, tam 100 minglab wishlistlar, tam уже. Sizga готовый auditoriya emas, shu syujet bo'yicha ham chiqarib olursiz. Da. Kimniki yoqar ekan degan savol qiladi. Kim zo'rroq qiladi buni. Da, productionni yaxshiroq, chiroyliroq, o'sha bo'yicha bizda bir-birimizni kompetitiv, endi baribir srazu jahon bo'yicha, O'zbekiston bo'yicha emas, bir-birimizni tezroq qilib, tezroq ko'rsatib, o'sha narsaga yo'naltirishimiz kerak.